Kim deb o'ylayapsiz o'zingiz? Masalan. Ko'nglingiz sezmayaptimi? Toksiko'zim kuchli, qiz chunki o'g'limda unaqa bo'lmaganda. Значит, oldingi toksikozingiz bilan buni farqi bor. Ha, ancha. Men hali ham dori ichibman. Dorini to'xtatsam, boshimni ko'tarolmayman. Oldingizda umuman toksikoz bo'lmaganmi? Bo'lganmi? Uni to'xtagan. Qarang, toksikozlaringiz ikki xil, lekin baribir jinsi bir xil. Mana bilurchasiz. Chiqib turganini ko'rdingizmi? O'g'il bola bunisi ham. Bu endi keyingi farzandingizda oshqozon ichak sistemangiz bilan nimadir muammo bor bo'lsa, toksikoziz shunaqa kuchli bo'lishi mumkin. Tak, platsentangiz orqa devorda joylashishi yo'ldoshimizni ozgina pastroqda ekan oyisi, lekin hali srokimiz kichkina. 17 haftada baholanadi buni. Men sizga buni hozircha aytib qo'yayotganligimning sababi ehtiyot bo'lib turing. Ko'chib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin agar bachadon bo'ynidan tonus kuchaysa.